Biza вообще bunday olib qaraganda noyob avlodmiz o'rtoqlar. Biz sobiq ittifoq parchalanganini ko'rdik. Keyin kupon ko'rdik. Kupondan keyin so'm kupon ko'rdik. Nonga o'chiribda turdik. Yosh bola bo'lsa, onamiz o'chirib qilib qo'yib ketadi. Odam sifatida biz o'sha yerda turganmiz. Damashni telefonlar ishlatardik. Keyin pager ishlatdik. Undan keyin tugmali g'ish Nokia telefonlar ishlatdik, yong'oq chaqadigan. Haligi Bo'ston degan kim esida bor shunaqa telefon kompaniya. O'shalarni ishlatdik. 3 sekund tekin degan joyi bo'lardi. 3 sekundda hamma gapimiz yetib bo'ladigan darajada edik. O'shanaqa davrda yashadik. Internetsiz davrda yashab, keyin internetli davrni boshlanishini ham, kirib ketishini ham, hozirgi darajaga kirishini ham ko'rdik-da. Karantin ko'rdik o'rtoqlar, karantin. Karantin. Tavba. Bitta ko'rmaganimiz 3-jahon urushi qoldi. Mana va xoramlar o'shani ham tashkillashtirib beradimi deyman-da. Shu bilan keyin enamizni ko'ramiz.